Slavis Truckstop'ga keldik. Dizel quyishga. Poli qizil yongan, qarochi 1 galoni 3 dollar 55 sentdanmi mana shunaqa. Hozir ko'ramiz, poli necha pulga tushar ekan. Ikkita tomonlama quyilyapti. Naryoqda. Truckstop yaxshi, sharoitlari zo'r. Oynalar kul bo'lib ketgan bo'lsa, yuvishga mana gelasi qo'yib, bemalol foydalanib yuvasa ham bo'ladi. Ichkarida dushlari ham bor, shamir deyiladi. Poli bemalol yuvinib chiqib ketsa ham bo'ladi. Kakras dizel quyib olgancha bemalol oynalarni tozalab yuvib olishga uslat qilsangiz bo'ladi. Hozir mana poli dizel 474 dollarga yaqinlashdi, mana 133 galon bo'ldi. Bo'ldimi zo'ran? Hozir yana bosamiz ketadi. Ko'tarib sol. 500 dollarga boradi. Bo'ldi. 499 dollar bo'ldi. Mana endi def qo'yamiz. Def solyarkani tozalaydigan ekan. Orqasidan chiqmaslik uchun def qo'yiladi ekan. 500 dollarlik dizel, 30 dollarlik def qo'ydik. Endi xudo xolasa ketamiz. Go, var yo'lga qarab.